Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi darsimizning mavzusi kislotalarning olinishi va kimyoviy xossalari haqida o'rganamiz. Bugungi darsimizga reja tuzib olamiz. Rejalarimiz quyidagilardan iborat: kislotalar tabiati, kislotalarning kimyoviy xossalari, oziq-ovqat kislotalari, kimyoviy reaksiyalar olib borilishi. Kislotalarning tabiati. Kislotalar olinish jarayonida ularning tabiatiga va kimyoviy xususiyatlariga chuqur tushunish muhim ahamiyatga ega. Bu jarayonlar biologik va kimyoviy muvozanatni ta'minlaydi. Kislotalarning tabiatida ularning oqsil, yog' va uglevodlarning ayrim reaksiyalarida faol qatnashadi. Ular, shuningdek, atrof muhitdagi kimyoviy dezoksifikatsiyada roli bo'ladi. Kislotalarning kimyoviy xossalari. Ular fizik va kimyoviy xususiyatlari kislota turlariga qarab o'zgaradi. Kislotalar uchun xavfsizlik choralari juda muhim. Ularni ehtiyotkorlik bilan ishlatish zarur hisoblanadi. Kislotalarning olinish jarayonida ularning kimyoviy xususiyatlari muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon asosan kislotalarning reaksiya qilishi bilan amalga oshiriladi. Oziq-ovqat kislotalari haqida. Oziq-ovqat kislotalari organizmda juda muhim rol o'ynaydi. Energiya ishlab chiqarish va suyaklarni mustahkamlash uchun ham muhim elementlardir. Ular meva va sabzavotlarda keng tarqalgan. Ya'ni sabzavot va mevalarda vitaminlar, har xil organizm uchun kerakli bo'lgan moddalar bo'ladi. Shuning uchun ham ular organizmga foydali va tayyor bo'lgan meva va sabzavotlarda uchraydi. Kimyoviy reaksiyalarning olib borilishi. Kislotalarning olinishi jarayonida kimyoviy reaksiya yuzaga keladi va reaktivlar o'rtasida yangi bog'lanishlar hosil bo'ladi. Bu jarayon kimyoviy o'zgartirishlarni ta'minlaydi. Kislotalarning foydalari. Kislotalar olinishi tabiiy va qulay usullar bilan amalga oshiriladi. Bu usullar sog'liq uchun xavfsiz va samarali bo'lishi mumkin. Bu jarayon asosan kimyoviy va fizik usullardan iborat. Kislotalarning foydalari ko'plab sohalarda ko'rinadi. Ular oziq-ovqat ishlab chiqarish, tibbiyot, kimyo va boshqa texnologiyalarda keng qo'llaniladi. Ular muhim kimyoviy reaksiyalarni olib boradi. Kislotalarning ta'siri. Kislotalarning olinish jarayonida organizmda elektrolitlar va suyuqliklar muvozanati buziladi. Bu holat organizmning umumiy faoliyatiga ta'sir qiladi. Shuning uchun ham u muhim hisoblanadi. Kislotalarning ta'siri asosan ichki muhitni haqorat qiladi. Ularning organizmga ta'siri bosim, asab va moddalar o'tkazuvchanligiga ta'sir qilish mumkin. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Darsimiz sizlarga yoqqan bo'lsa xursandman. E'tiboringiz uchun rahmat.